4 nafar farzandim bor. Uy bekasiman, o'sha nogiron farzandimga qarayman. Hozirgi kunda o'sha bilan mashg'ulman va 1,5 yashar yosh bolacham bor, 4-inchisi kichkina. O'shalar bilan uy ro'zg'or ishlari. Shahnoza singlimizga rahmat, hammalari kelib xabar olib turadilar. Yaqinda 1 million so'mdan bir martalik yordam puli berildi. Allohga shukr, behisob shukrona bola puli tayinlangan, olib o'tiraman har oy. Keyin o'sha nogiron farzandimga nogironlik nafaqasi va men qarayotganim uchun parvarish puli ajratilgan, ikkalamizga har oy plastikimizga tushib o'tiribdi. Ko'nglingiz tushkunlikka tushib, o'zingizda bir chetda qolgan ayollar tashlab qo'yilganda his qilmang maqsadida kunduzgi parvarishga jalb qildilar. O'zlari etib ketiradilar, menga og'irligi tushmaydi. Yaxshi qarab, hammalardan minnatdorman. Rahmat hammasi uchun.